Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana siz ham mana shunaqa yangi uylardan olgan bo'lsangiz, mana shu uylarni ta'mir holati necha pulga tushishi sizga qiziq bo'lsa, eng minimalisi $100 dan boshlanadi. Buning ichiga elektr materiali, elektr xizmati, santexnika materiali, santexnika xizmati va polimizni stяжкалari, kotел xizmatlarimiz, kafel xizmatlarimiz materiali, gipsokarton xizmati va materiallari kiradi. Eng maksimalisi buni toza havoda gaplashganmiz, albatta yaxshi. Xo'p, remont qilish sohamizda buni remontni chegarasi yo'q. Maksimal holati bu sizning talabingizga qarab ketaveradi. Ekranda ko'rib turgan yevro remontingizga $200 dan $250 gacha summa ketgan. Bularning ichiga faqatgina ta'mirni o'zi emas, bularning ichiga oshxona mebeli bilan va pazda jihozlari kirib ketgan. Va albatta объемda hajmiga qarab turib, maxsus o'zimizning bonuslarimiz ham bor. Agar sizga bizning xizmatlar qiziq bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.